Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Uzun marketda FBO, FBS, DBS qanaqa tizimda ishlashini sizlarga birma-bir tushuntirib beraman. Undan oldin videoga like bosib va obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. FBO, FBS, DBS bu yerda qanaqa tizimda ishlaydi? Birinchi FBO dan boshlaymiz. Uchalasida ham tovar kartochkasini o'zingizlar yaratasizlar. Bu yerda FBO qanaqa tizimda ishlaydi? FBOda tovarni omborga yuborasiz. Omborga yuborganingizda xodimlar o'zlari tovaringizni qadoqlashadi va klientga o'zlari logistika orqali topshirish punktiga yetkazib berishadi va to'g'ridan-to'g'ri klient uni punkt orqali qabul qilib oladi. Bu yerda sizlar hech qanaqa ish qilmaysizlar, uzum omboriga topshirasizlar va uzum ombori yog'ini o'zlari yetkazib berishadi klientga. FBS tizimida qanday ishlaysiz? Ya'ni Toshkentda yashayotgan bo'lsangiz, Toshkent shahrida, ya'ni barcha punktlariga tovaringizni yetkazib berish imkoniyati bo'lsa, agar shu Toshkent shahrini belgilab qo'yasiz va Toshkent shahrida qaysi topshirish PVZsida klient tovaringizni zakaz qilsa, o'sha joyga tovaringizni yetkazib berasiz va o'sha yerdan klient olib ketadi tovaringizni. DBS tizimi ham FBOga o'xshab ketadi. Ya'ni tovar o'zingizda turadi, klient zakaz qilganda logistikasini o'zingiz klientga yetkazib berasiz yoki klient sizni turgan manzilingizdan kelib olib ketish kerak bo'ladi. Pulini esa klientdan o'zidan olasiz. Va video foydali bo'lgan bo'lsa, Uzun marketni endi boshlamoqchi bo'lgan do'stingiz bo'lsa, bu videoni unga yuborib qo'ying.